Hayırlı gün. Doğrusu mana. Ilon bağlarımız birinchi partiyasi bolalari chiqdi. Harakatlanishi ancha yaxshilashib qoldi. Hozir sekin harakatlanishi tezlashib qoldi. Dafni tashaganmiz. Keyin anaqa kislorod beryapti. Suvimiz qalinligi 25-30 cm atrofida. Shu o'zini hovuzdagi suvdan oldik. Qamish. İçinde to'la mayda dafnelari bor. Ko'rinib turgan bo'lsa, mayda dafnelari bor. Bularga asosiy oziqasi shu hozir. Vaqtda mana bu yerda to'planib turishdi. Daha shu bitta uyadan nimasi? Xohlasa yaxshigina bor. Bitta uya shu. Hammasi narilarida ham bor, sachilib yotibdi. Asosiy to'da bo'lgan, mana shu eng katta to'da bo'lgani shular hozir.